Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, qalaysizlar? Hozir ko'chadan keldim va bitta narsani aytmoqchiman. Bitta qizimiz menga lichkadan yozdilar. Komol opa, ozish qimmat deb yozdilar va shu o'rinda ularning SMSlariga video olmoqchiman va sizlarga hozir ko'chadan umuman ozayotgan paytda ko'chadan ovqatlanmasliklarini tavsiya qilmoqchiman va bitta dona lavash bilan o'sha 1 litrli yoki 1,5 litrli kolani narxida bir hafta uyda qanaqa salat yeb ozishimizga, ya'ni kletchatka, salatlar kletchatka bo'ladi, ozishimizga qanaqa yordam beradi va bir hafta 10 kun bemalol imенно bitta lavash bilan bitta kolani puliga umuman ko'chadan salat yoki ortiqcha narsa sotib olmasdan yeyishlarni o'rgatmoqchiman va narxlarni solishtirmoqchiman. Ular ozish qimmat deganlari uchun. Hop, ketdik. Men Yunusobod Toshkent turaman. Yunusobod bozoridan qaranglar. 3 dona salat bargi oldim. Salat bargi haqiqiy kletchatka. Va 3 dona salat bargi bilan 3 dona bitta kashnish, bitta ukrop oldim. Narxi 15 ming so'm bo'ldi. Salat bargi 10 ming so'm. Mana bu ko'katlarimiz narxi 5 ming so'm, 15 ming so'm bo'ldi. Xo'p. Karom. Mana karom. Karomning narxi kilosi 5 mingdan ekan. 2 kilodan oshuv chiqadi dedilar amaki. Tortuvdik 2 kilo, rovno 2 kilo chiqdi va yoniga bitta chesnok qo'shib berdilar menga. Narxi 10 ming so'm bo'ldi. Hisoblab olsalar, 15 ming so'm bu 10 ming so'm. Xo'p, ketdik. 25 ming bo'ldi. Bodring kilosi 8 ming so'mdan ekan. 8 ming so'mdan ekan. Men 10 minglik oldim. Mana mashincha bodring oldim. Mana mashincha. Har doim talinkaliga 2 ta yoki 3 ta bodringni misol uchun to'g'rab yesanglar ham yoki salat qilib yesanglar ham kamida 7 kun 8 kun yeysizlar. 10 ming bo'ldi. 15 ming, 10 ming, 10 ming. Nech pul bo'ldi? 35 ming so'm bo'ldi va 15 ming so'm pomidor. Kilosi 8 mingdan ekan, 2 kilosi 15 ming bo'ldi. Yusupskiy pomidor oldim, dalaniki. Общий hisobda nech pul bo'ldi hisobladinglar? 35 ming bo'ldi. Undan keyin 15 ming, 50 ming so'm bo'ldi. Ana endi men isbot uchun videoni tagida любой fast fooddan lavash bilan kolani narxini sizlar ishonchingiz uchun qo'yaman va solishtiramiz. Nimani narxi? Bir kunlik obed yoki bir kunlik ujinni puliga mana shu bir haftalik kletchatka, ya'ni pomidor bodring kletchatka emas deydiganlar uchun pomidor bodring kletchatka emas, lekin yoniga salat bargi bilan kapusta qo'shib salat qilsanglar bu aniq kletchatka bo'ladi. Shuning uchun narxini qo'yaman o'sha narx bilan. Bu u qiz SMS yozgani, o'sha qimmat degan SMSlari men uyga kelganimdan keyin edi. Aslida men bu narsalarni video olmoqchi emas edim, lekin sras miyamga shu idea kelib qolib, shu videoni olishga qaror qildim va videoni ko'rib, qo'yib, hammasini keyin o'sha qiz ham o'zlari ko'rib oladi degan umiddaman va o'sha pulga bemalol bir hafta salat qilib yesanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar, mendan uzoqlashmanglar. Sizlarga mana shu produktlardan ham qanaqa zo'r salat qilib, sitniy kletchatkaga boy salat qilishni ham o'rgataman. Ko'zimga ahamiyat bermanglar, doktorga bordim bugun. Mana narxlar, bitta lavash puli 38 ming, 40 ming bo'lyapti. Suv bilan kamida 60 ming, 50 ming, 60 ming bo'lyapti. Shuning uchun qizlar, iltimos qilaman, pulimizni sog'liqli ovqatlarga tikib, chiroyli va sog'lom bo'lib yuraylik.